Akalar, O'zbekistonda yomon trend bo'ldi. Trendligini nimadan bilsa bo'ladi? Nechta edi kelganda? Assalomu alaykum. 3 ta. 3 tani necha kunda tugatdingiz? Bir kundami? 3 kunda. Ha, 3 kundami? Lekin yo'q, Patr. Video olishim kerak edi. Video olishga ulgurmadim. Bitta kichkina obzorcha qilib bering o'zingiz. Men hali ma'lumotlarni bilmayman. Lekin mana rosa ko'pchilik so'rayapti. Gak Ayon i60. i60. Xo'p. Aka sizlar oldinglarmi? Hybrid. Sizlar oldinglarmi? Yo'q, akam olishdi. Chiroqchiga ketyapti. Chiroqchigami? Xudo xohlasa. Mashinani qayerda ko'rgansiz? Internetda ko'rdingizmi? Instagramda ko'rganman. Yoqdimi? Qanaqa ekan? Bu mashinalarda esingizda bo'lsa, Xitoyda borgan avtosalonda o'zida obzor qiluvdim. Ha. O'sha yerda o'zi 3 tani sotuvdik. Ha. 6 ta keldi, 6 tani taqildi. Shunaqa. Mashalloh. Qarang, i60 zapas xudi. Hybrid 1210. Ya gibridmi bu? Ha, bu hybrid. Mashalloh, mashalloh. Gibridmi? Hop. i60 gibrid, Panoramasi bor. panoramasi bor. Birinchi pozitsiyasi bo'lgani uchun Abduf abagrefi yo'q, lekin abagrefi ruli bor. Ha, rulisida Abdul Fabagrev yo'q, Xuddi qo'ja. shunday. Salonlari sifatli qo'jada. Nappa qo'jami bu? Yumshoqligi, manyovri, rulni yumshoqligi, podveskasi vaqti chotki uka. Alloh xayrli qilsin. Yana olib kelishimiz kerak. Olib kelamiz, ana bosamiz buni. Narxi necha pulga ketdi? Xo'p, 25 ming. 25 ming mana oldi tomondan ko'rinishi. Gak Ayon 60i. Manimcha 2026-yilda ketib bo'ladi bu. Ha. Kecha chiqarib, avval kuni chiqarib yuborganimiz Ha. Yuanapni o'rniga olib ketishdi. Yuanap ko'rgani kelib, Ha. Yuanap buni ko'rib fikrlari o'zgarib, buni bosib olishdi. To'ppa-to'g'ri. 24,5 ming? 25 ming. 25 ming. 25 mingga 22 mingga olganda buni olgan yaxshida. Bosinglar.